Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Rozu Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sağış 2021 yıl 11. ayının 3. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetin gep Eysak mesela Angliyanın Glasgow şehrinde ötküzülgen ve ötküzülüvatkan Kelimat özgürüşü yığınığı reis Xi Jinping katnaşmağallığı üçün Halkara cemiyetinin tənkidi bulupma Prezident Joe Biden'dan tənkid qilishıga uçurdu. Bazı muşul siyasetlerini çördügen halda vatandaşlığı bugün leksiya sözleyimiz. Mavzumunda hürmetli vatandaş. Prezident Joe Biden Cungo bilen kurallık tokunuşup kilish bunundan teximi usal bolğunu tasadüflükdür. Dep görsetdi mavzulu haber 11. ayının 3. günü Van ve Torbet edilen kılındı haber. Bundak başlandı. 11. ayının 2. günü Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden bundak görsetti. Men Cungo bilen kurallık tokunuşup kilish mümkünlüğüden ensiremeymen. Hem ta'kidlab bundak görsetti. Cungo'nun reisi Xi Jinping'e enek bildirip koyay ki, Cungo Amerika oturusida buluvatkan rekabet, herkes tokunuş emas. Prezident Joe Biden yana mundaq görsetdi. Amerika bir qancha meseleler to'g'risidagi meydanini herkes o'zgartmaydi. Cümleden xalqaro dengiz, okyan ve yer meselesi qatorliqlar to'g'risidagi meydanini herkes o'zgartmaydi. Ehtimol bu yerdagi yer meselesi geopolitikalik yoki siyosatga qaratilgan bo'lishi mumkin, lekin aniq emas. Kechiringlar vatandoshlar. Yer meselesi qatorliqlar to'g'risidagi meydanini herkes o'zgartmaydi. Prezident Joe Biden reis Xi Jinping'ni oshkora tanqidlab, uning xalqaro klimat o'zgarishi yig'ini qatnaşmağanlığı ve klimat o'zgarishi uchun tegishli har qanday tuhfa qo'shmag'anligi ve klimat o'zgarishi uchun tegishli har qanday zaruriy harakatlarni boshlamaganligi bu zo'r xatolik deb ko'rsatdi. Prezident Joe Biden COP 26. növbetlik muhbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Men Amerika Cungo o'rtasida qurolli to'qnash yuz beramdi yo'q yoki tasodifiy bir voqea yuz beramdi yo'q degan gaplardan ansiramayman. Men ansiramayman, yan takrorladi deb ko'rsatdi Prezident Joe Biden. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi. Oldimizda yetib keladigan, lekin texi belgilanmadi. Xi Jinping bilan ekranda ko'rishadigan ish men aniq qilib Cungo tarafga ko'rsatib qo'ymanki, bu raqobat herkes to'qinish emas. Xi Jinping to'g'risida to'xtalganda Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. O'tirda to'qinish yuz beradigan har qanday sabab yo'q. Lekin men reis Xi Jinpingga yana shunday ko'rsatib qo'yamanki, biz prinsipga amal qilamiz deb ko'rsatdi Prezident Joe Biden. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi, biz to'qinishga izlanayotganimiz yo'q. Hem shundaqla bir-birimizni yaralandıradigan to'qinishga ehtiyojimiz bor deb hisoblamayman. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi. Mumkin bo'lgan to'qinishdan texmi osol bo'ladigini odatdan tashqari to'qinishdir. Yani to'qinish mumkin bo'ladi deb faraz qilayotgan vaqtimizda buningdan osol bo'ladigini tuyuqsiz keladigan to'qinishdir demoqchi vatandosh. 10. ayının 27. günü Prezident Joe Biden Şarkı Janubi Osiyo ittifoqi davlatlarining yuqori darajaliklar yig'inida mundaq ko'rsatgan edi.
Amerika Cungo'nun Tayvan boğazıdaki tehdit karakterlik hareketlerden ansiraydı. Lekin bizden Tayvan'a berge vaadimiz granat taştak müstahkamdır. 10. ayının 31. günü Devlet İşler Katibi Antony Blinken Cungo'nun tecavüz kılıp gelişiga Tayvan'ın karşı turuşunu kollaymiz dep görsetken. Yaponiya İqtisat Obzoru geziti 11. ayının 2. günü haber kılıp mondah görsetdi. Sabık devlet bexatarligi maslahatchisi Robert O'Brien agahlandırıp mondah dedi. 2024-yili Amerikada çoğun saylan buluştan avval Cungo Kompartiyasi Tayvan'a harbiy harakat qo'llanishi mumkin. O chaqiriq qilib mundoq ko'rsatdi. Amerika, Yaponiya, Hindiston, Angliya ve Avrupa İttifaqı qatorliq davlatlar Beijing hukumatiga aniq bildirib qo'yishi kerakki, Tayvan'a tecavüz qilish ag'ar oqibatlarni keltirib chiqardi.